Bemorimizda ko'rib turganinglardek podborodok liposaksiyasi, ikkinchi engak liposaksiyasi amalga oshirilyapti. Bu narkoz ostida bo'lmaydi, mahalliy og'riqsizlantirish ostida bo'ladi. Как вы? Не больно вам? Не больно? Нет. Хорошо. Ko'rib turganinglardek og'riq yo'q. Hozir yog'larni eritish bosqichidamiz, ya'ni bu vizordan kelayotgan bu dastak yordamida ultratovush nurlari kiradi va yog' hujayralarini atrofidagi biriktiruvchi to'qimadan ajratib eritib beradi. Ya'ni bu liposaksiyaga tayyorlanish bosqichi hisoblanadi. Bu bizga yog'larni maksimal darajada olish imkonini beradi. Bu ozdiradigan protsedura emas. Bu liposaksiyadan foydalangan holatda faqat organizmni ma'lum bir qismlarida, masalan, qo'l sohasida, engak sohasida, qorin, belda, orqada, son sohalarida yig'ilgan yog'lardan, mahalliy yog'lardan qutulish mumkin bo'ladi. Bunda hech qanaqa kesilmaydi. Ya'ni bu protsedura hisoblanadi. Bu kesiladigan operatsiya emas, kichkina teshikcha orqali 4-5 mmlik teshikcha orqali amalga oshiriladigan protsedura. Endi oxirgi bosqich, ya'ni eritilgan yog'larni liposaksiya qilib tortib olish bosqichi. Mana ko'rib turganinglardek, yog' ajralib chiqyapti. Bu yoqda kanistrga tushadi. Juda ham erigan holatda yog' ajraladi va bu maksimal miqdorda yog'larni olish imkonini beradi. Operatsiyamiz o'z nihoyasiga yetdi. Ko'rib turganinglardek, teri juda ham yupqa, terining ostidagi hamma yog' qismlari ajratib olindi. Buni afzalligi shundaki, bu liposaksiyadan keyin teri juda ham silliq bo'ladi. Ya'ni terining hamma qismidan yog'lar ajratib olinadi. Oddiy liposaksiyada bo'lsa, qaysidir qismlarida qolib ketadi va bunaqa bir tekis natija bo'lmaydi. Teri ham taranglashgan holatda kesmani ko'rishingiz mumkin. 0,5 santimetrlik shu tirqish orqali bu hamma amaliyot amalga oshiriladi. Bundan tashqari juda ham qisqa, ya'ni 10 minut bizga liposaksiya qilib olishga yetadi va umumiy protsedurani davomiyligi 1,5 soat bo'ladi.